Assalamu alaykum. Dünyanın her qaysı joylarida yaşayotgan aziz vatandaşlar. Uyg'ur Hareketi Tashkilotining Bilim Kuch qarorlik to'r suhbatining 12-chi qatimli suhbatiga xush keldinglar. Men Mukarram Qurban, avval hammanglarga chin yurakdan salom yo'llayman. Bugungi suhbatimizda Germaniyaning Berlin shahrida yaşayotgan G'ayur Qurban biz bilan birga. Hurmatli G'ayur Qurban efendim, bugungi programmamizga xush keldingiz. Assalomu alaykum Mukarram aka, ko'p rahmat, to'liq xursand bo'ldim. Salam. Avval o'zingizni bir shu ko'rarmanlarimizga qisqacha bir tanishtirgan bo'lsangiz. Sizdan mush ekranınız orqali vatanim dunyoning har qaysi joylaridagi vatansevar, vataniga, millatiga va davosining kelgusiga ko'ngil bo'ladigan qarindoshlarimiz bilan uchrashganligim uchun ko'p rahmat. Mening ismim G'ayur Qurban. 80-yillarninki boshlarida Sharq Turkistonninki Yakan noyasida dunyoga kelgan. Yakan qadimiy yurt. Bu yurtda nüfusninki 97%'dan ortiqroqi Uyg'ur xalqidan tashkil topadi. Allohga shukr, men kichikimdan boshlab xalqimizning orasida Uyg'ur madaniyati bilan jug'urlib shu yerdagi Uyg'ur madaniyatining orasida yashagan. Lekin shundoq bo'lgani qaramay, u taraflarda Xitoylarninki nüfusninki oz bo'lgani qaramay, o'sha kichikimizdan boshlab Xitoylarninki her xil zo'rliq zo'mbuluqlarini, bulabım şu Xitoyninki hukumat, soqchi va askarlarninki shu kön ko'lamda tutqun qiladigan, aniken odamlarni tutib bo'lgandan keyin shu nima askarlarninki mashinasi qisilib, shu shahar ko'chalarini mushta aylantirib, yurtimizga zarba beradigan, yurtimizni mujidigan shunday qilmishlarni ko'rib cho'ng bo'lgandan kichik vaqtlarimizdan boshlab. Lekin o vaqtda biz kichik bo'lgandan keyin bek nıqıp olamabdı ekanmizdik, bek taqit olamabdı ekanmizdik sebebini. Elbette bizge çoğunlarımız o to'g'riliq yaqinmadi. Yoki muallimimiz sorsak, muştaq basqınchi ekan, yoki bo'lmasa o'g'ir ekan, bulanch ekan deb shu vaqtlarda ham bizningki Uyg'ur an'anaviy madaniyatimizda nihoyatda ig'ir ko'radigan jinoyatlar bo'lgandan keyin bizningki shu vaqtlarda o'ziningki vatani, xalqi, millat uchun kurashgan shu odamlarimiz ekandik shu vaqtlar. Keyin uni cho'ng bo'lgan deb bildik. Lekin u vaqtlarimizda biz aşağıda qiladi. Shu vaqtimizdan boshlab Xitoyninki zulmini bir xator ko'rib, gerçi bek ma'nosini tushunib ketmasakmi, ajab bir hukumatning o'rinlarida hammamiz Uyg'ur tuzaq Xitoylar bo'ldi ekan, ajab mushaqni gapni anglatganmiz deb, boshqaruqsiz tushundik ekanmiz deb, bundaq kallamizni savol tug'ilib qolgan, lekin bek bir javob topolmagan bir ahvollar bo'lgan. O vaqtda hamda Xitoylar bek bo'lmagan ekan atrofimizda. O masalalarni bek o'zimizning turmush hayotiga bek jiddiy to'qilmag'achqa bilinmabdi ekan. To'liqsizlarga chiqqan, to'liqsizning oxirgi vaqtlarida yosh vaqtlarimiz to'lma hayajon, to'lma kurashchan ashta vaqtlarimiz shu vaqtdan boshlab men esimda qilishi shu 15-16 yoshimizdan boshlab shu nimaga tashkilotchilik hayotida qadam qo'yapti ekanmiz. Sharq Turkiston yoshlar partiyasi degandek tashkilotlarni shu vaqtlarda aşağıdaki qarindoshlarimiz, yaqin qarindoshlarimiz qurgan. 2000-yilda men nimaga oliy maktabga o'tib Sharq Turkistonninki Urumchi shahridagi Moliya iqtisod institutiga qabul qilindim. Pul muomala boshqarish kasbiga. O'qishimni a'lo natija bitirib xizmatga kirdim. Xizmatga kirib, buxgalter bo'lib kirdim. Tunjiqdan bo'lgan kasbim shu bo'ldi. Ondan keyin shu qisqagina bir xizmat ishlash jarayonida bu yilqi nima deymiz, bu yerdagi ish o'rinlaridagi kamsitilishlarga uchrab, aning keynidan shu o'zimizni bor qobiliyatni texmi joriy qildirib, bo'lsa shu pul muomala sohasida bir egilik yaratib, aning keynidan xalqimizga o'zimizga bir pul topqach, qarindoshlarımızga ish o'rin topqach va jumladan xalqimizga bir foydasi bo'lgan bir ishni qilaman degan bir niyat bilan chet elga chiqishga iroda bog'lab, oqibatda Germaniyaga qoldim. Germaniyaga kelib, qisqagina bir mezgil o'tgandan keyin bu yerda shu chet eldagi erkin uchurlarniki bilan uchrash da'voga qatildim 2007-yildan boshlab.
2007 yıldan ta bugünkü kelgiçe şu her xil Şarkı Türkistan teşkilatlarında cümleden Avrupa Şarkı Türkistan Birligi, Dünya Uygur Kurultayı qatarlıq teşkilatlarda her xil vazifalerde bugünküçe özümüzden qo'ldan kelgan tirishchilikdan ko'rsatib kelyapman. Rahmat. Siz şu muhacir vatandan ayrılıp muhaciratlik hayatını başlagandan keyin qilgan barliq shu Germaniyadagi jamoat bilan birlashib qilganlar da'vo yurtchilaringizni bizga azroq o'zingizni tanishtirgan bo'lsangiz, kiliblam vatanda ko'rgan shu haqsizliklarni ko'rgandan keyin kiliblam da'vochiga kirdingizmi yoki avval bir turmush alakchilikda yurdingizmi? Bu to'g'ri bir tushuncha bergan bo'lsangiz. O'zingizga. Rahmat. Elbette vatandan chiqqan har qanday odamda qalbida hamda ota-onamizniki nurg'un jikilashtiri bor. Siyosatga aralashma, ani qilma, mani qilma deb hammamizni ashta yo'lga soladi hamda. O bir yangilik emas. Uningdan boshqa o vatanning sirtida qolqolaman degan bir tuyg'u bo'lmagan ekan vaqtlarda. Vaqt qolqolaman degan tuyg'u bo'lmagan ekan. Vaqtlarda balkim xabaringiz bor, vatan bilan vatanning sirtida o'tirisidagi aloqalar xili zich, odamlar xili jiq berib, xili jiq kelayotgan, hamda siyosatga bak aralashmasa Xitoyning bak bir qarab ketmagidek bir vaziyat shakllangan bir zamonlar edi. Men zaten vatanning sisi va vatandan chiqqan vaqtida abay degandekidek vatanda o'sha pul muomalasida bir yaxshiroq bugunib bo'lib Germaniyadek, Xitoyda yomon bak cho'ng biladigan bir davlatniki diplomini ilib vatanga qaytib pul muomalasida bir yangilik yaratib, ish o'rni yaratib, biroz pul tepib xalqim xizmat qilmaydigan munda ideya bo'lgandan keyin men ozgina kam 20 yildan ortiqroq bir vaqtning ichida hech qanday da'vo ishlariga da'vo emas hech nimaga yo'liqmadik desak bo'ldi endi. Albatta o Myunxenda biz o chiqishdan burun o'zingiz bilasiz vatandagi Xitoyniki uchur to'sqinlik tufaylidan o Myunxenda da'voniki muhim bir o'rin olib qolganligini o taraflarda dağınlıq siyasetçilerninki, G'arb dunyosidagi da'voninki muhim bir turi ko'rgan o avvalan bilmetdik hamda, bilmetdik. Bu yerga chiqqandan keyin shu tech o'qishimizni o'qib, avval til o'rgandim chiqqandan keyin 8 oyning ichida germanchani shu oliy maktab seviyasiga yetgidek darajada o'rganib, aning keyinidan shu kasblarning ichida kasb tanlab men o'qiyman degan kasb hamda vaqtni ketkizib qo'yganligim uchun bilmay vaqtlarda avvallarni biroz saqlash to'g'ri keldi ekan. Bu saqlash to'g'ri kelgan vaqtda biroz ishlab shu degandek turmush alakchilik hamda. Hammamizda bo'ladi, oilamiz bu qadarmi bak boy bo'lmagandan keyin, ya'ni o'zimizningki hayotni o'zimiz tirikchilik qilib topadigan gap. Shuning bilan bir tarafdan ishlab, yana bir tarafdan shu qo'shtirnoq ichida bekorchilik deymizmi? Bekorchilikda çünkü maktabning vaqtini, çünkü maktabga 2017 kirdigan bo'lgandan keyin men shu vaqtning o'zida bir tarafdan kichkinam ishlab o'zimning hayotini qamdig'ach, yana bir tarafdan mushtaq xabarlarga, matbuotlarga biroz jur'at qilib qaraydigan bo'ldik. Ana keyin vatandan bu hamda nimani radiosini biroz anlattık hamda, biraz anlattık. Belki guval olsun. Lekin men chiqqandan keyin men tunji qitim shu 2007 yillar atrofida bo'lsa, tunji qitim radio Uyg'ur nima Erkin Osiyo radiosining Uyg'urcha programmasini bir dodillik bilan anglagan vaqtim bo'libdi ekan u. Shuningdan keyin da'vatga yangiliklar, chunki qanda bo'lgandan keyin kichkimizdan boshlab shu yetilgandan boshlab narsa bo'lgandan keyin bir yerda bir tutush bo'ldi bu yerda. Qaynan toshqinlik bo'ldi, lekin yana o'zimizni misol chunki nim qildigan, ketadigan o'yi bo'lgandan keyin o ishlardan jiroq turdik. Lekin shunda o'smi yaqindan kuzatib kelishga muvaffaq bo'ldik. Bu yerga ishlarni texnik yaxshi tushundiganga degandek. Ham 2007-yilningki bir shu do'konkamlar shu vaqtdagi da'vo cho'nglari bilan bir uchrashib qilish, bir jumaga birish jarayonida uchrashib qoldik. Şundan keyin ularniki rag'batlantirishi, ilhomlantirishi, o'ziniki sepiga ilishi natijasida men da'vosiga asta chunki asta men o vaqtda ham yanlam vatan qaytadigan idea bo'lgandan keyin men tamam uşaq ishlarga çok tarjima qilib beradigan, ancha-muncha uchur tepib beradigan degandek ishlarga u deyishib bakjiq ishlarga aralashmadik. Aning keyindan men shu albatta o'qishimni davomlashtirishda bo'layotgan ishlar albatta. Aning keyindan 2008 yilga kelgan vaqtida aning endi
qalbdagi qo'rqinchlarni, chunki vatanda yangi chiqqandan keyin endi shunday bir cho'ng bir qo'rqinch bo'ldigan ailelerimiz, ota-otalarimiz, o'zimiz deganda Xitoydan qo'rqadigan. O narsalar bir-birlab yo'qolishga boshladi, Allohga shukr. 2008-yili men da'voga dashib qoldi. Butunlay degidek kirdim desam bo'lar shu vaqtdan boshlab. Albatta bir tarafdan o'qib, mush ta'til vaqtlarimda bo'libmi. Shu mening qilgan xizmatlarimning ko'pinchisiga shu yerlikda degandek yerlikda bo'ladigan ish kuchlar, masalan, namoyishlar tashkillash deysiz, yiziqchilik deysiz. Onun keyninden bu yerdemde biz hem de Münxen'de xili çoğun Uygur cemaati var. Uygur cemaati hem de o kayındaşlarımızın köpüncüsü xili yaşı çoğun olup çıkan, yaki olmasımı üyegi çıkan dikin damallık bir okuş, terbiye ilişki prosesiga damallık iş bulamay, turmuş elektrikide tillan yaxşı günü bulamağa evvallah boğan. Onda boğan dikin ben şu özlemdeki til cihetlik artışılıkımdan paydalanıp kayındaşlarınki ictimai işlerine hükümetler bilan bo'lgan aloqasi deysiz degandek shu ishlarni orqali men da'vo xizmat qilib keldim. 2008-yili men Dunyo qurultayiniki nima moddiy jihatdan qo'llashi bilan Gollandiyaniki Den Haag shahriga borib, Den Haag shahrida men ta'til vaqtimda bir 2,5 oy 3 oyga yaqin Den Haag shahrida shu vakolatsiz millatlar tashkilotininki bosh markazi o vaqtida Den Haag shahrida edi. Vakolatsiz millatlar tashkilotininki bosh markazida 2,5 oy 3 oyga yaqin tadqiqot yordamchisi sifatida ishlash fursatiga ega bo'ldim. Mushu jarayonda men mushu xalqaro sistema, aning keyindan xalqaro inson haqlari mexanizmi, uningdan boshqa mushu yangi g'arbdagi, ya'ni g'arbning uslubida, g'arbninki tariqasida da'vo etirish degandek nurg'un yangi narsalar uchrashdim. Uchrashgandan keyin men bu yangi ideyalarni, yangi ko'z qarashlarni, yangi usullarni tashkilotga olib keldim. Olib kelgandan keyin bu yerdagi da'vo cho'nglarimiz hammasi nihoyatda qo'llab-quvvatladi. Shundan biz naq hamda shu 2006-yili shu Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki inson haqlari mexanizmi qaytadan yangilanib, uningda bizga o'xshash o'zininki ovozini chiqarolmagan yerlik xalqlarga inson haqlari masalasida so'z beradigan shunday yangi mexanizmlarni, yangi imkoniyatlarni yaratgan vaqt ekan 2006. 2009-yili Xitoyninki inson haqlari masalasi qarorlik umumyüzlük tekshiradigan bir vaqti bo'ldi ekan. Men shu 2008-yil shu vaqtga ulgurib birib qolibdi ekan men tashkilot. Buni o'rgangandan keyin bu yangi ma'lumotlarni, yangi tajribalarni tashkilotimizga taqdim qildik. Tashkilotga taqdim qilgandan keyin ular uni kuchli qo'llab biz 2009-yilning 5-idilam tunji qitim masalan men tunji qitim Berlin kelgan vaqtim shu ekan. Berlinga kelib, Berlindagi elchixonalar bilan ko'rishib, Uyg'ur masalasiningki o'sha 2009-yili 3-oyda bo'ladigan inson haqlari, Xitoyning inson haqlarini umumyuzlik baholash yig'inida Uyg'ur masalasini o'tirib qo'yish talabini sungan bo'ldik. Bu yerda bir shu vaqt esimda bor. Biz bir 40-50 dek elchixonalar xat yozgan vaqtlarda Uyg'ur masalasi bek taraqqiy ketmagan. Aynı zamanda bizni tashkilot sifatida bek bir cho'ng bo'lib ketmaydigan vaqtlarda shu vaqtlarda 2009. Nihoyat az ham kichik davlatlar bizni qabul qilgan bo'ldi. O'zimizningki gaplarni bu yerda degan bo'ldik. Aning keyindan Jenevaga borib, Jenevada Xitoyninki shu nimaga qiyin qistoqqa qarshi turish qiyin qistoqqa qarshi turish kelishimnomasidagi ijroatlarni tekshiradigan yig'in qatnashdik va hozirgacha esimda bor tunji qitim shu Xitoyninki inson haqlari vaziyatini umumyuzlik ko'rib chiqish yig'inida 180 dan ortiq davlatninki vakillari qatnashgan Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki shu inson haqlari umumiy yig'inida tunji qitim Uyg'urlarga vakolatan 3 minutlik so'z qilish fursatiga ega bo'ldim. Men qilgan eng cho'ng ishlarningki birisi shu bo'libdi. Ya'ni Uyg'ur da'vosiningki Birlashgan Davlatlar Tashkilotidan iborat bir muhim bir siyosiy sahnaga chiqishiga muvaffaq bo'lgan bir natijani yaratgan bo'libdi. Albatta bu men o'zim yolg'iz qilgan ish emas.
teşkilatlarımızdaki barlıq qarindaşlar, rəhbərlər və cümlədən Uyğur məsələsini yaxından qollab-atqan xalqaralıq təşkilatlarınki yardımı, maslaş arqılıq şunda bir çoğ bir nəticəni o'tirg'a chiqqan bo'ldik. U vaqtdagi hayajonlarni tasvirlab berg'ili bo'lmaydi albatta. Chunki u vaqtida biz Xitoy bilan ro'baro o'tirib degidek 100 degan davlatlarning qatorida Uyg'ur masalasi to'g'riliq gaqqan bo'ldik. Bizningki shu vaqtdagi lobbichilik faoliyatimizning natijasi sifatida Tibet meselesini 13 davlat ta'kidlagan bo'ldi. Sharq Turkistondagi inson huquqlari vaziyatini bo'lsa 8 davlat ta'kidlagan bo'ldi. Bu biz uchun shu vaqtlardagi olamshumul cho'ng bir natija edi. Endi shundan keyin men cheksiz xushal bo'ldim va ayni zamanda bu xizmatningki nihoyatda ig'irligini va uning yukini his qilgan bo'ldi. Texim cho'nqirlab his qilgan bo'ldi. Burungi vaqtlar endi bo'libmi 2009-yili Urumchi voqeasi yuz bergandan keyin Urumchi vakası yüz bergandan keyin vatanimizdagi inson huquqlari vaziyatiniki texim ilgirligar holda nihoyat bak yomonlashishi ve aynı zamanda Xitoy hukumatiniki Dünya Uyg'ur qurultayini shu Xitoydagi inson huquqlari dafsandichiliklariga o'zi ega olmay Dünya Uyg'ur qurultayini mana shu Urumchi voqeasiga chetib bizni bu yerda texmo dushman ko'rsatib qilishlari ve albatta bizningki xalqaro uzun yillardan buyon qilayotgan davoimizning ta'siri natijasida davoninki Dünya Uyg'ur qurultayiniki o'rni tez suratda yuksalishga boshladi. Bu jarayonda xalqaroniki Uyg'ur masalasiga bo'lgan diqqatimi jiddiy suratda ishga boshladi. Bu nimadan derak bo'ldi degan vaqtida bu yerda bizningki qilayotgan da'vo xizmatlarimizningki amatör, ya'ni ishdan sirtqi, nakasbiy mundaq qilayotgan işlerimizdeki texmo bir kasbiylashishini, texmo bir mukammallashishini, texmo yuksalishga bo'lgan ehtiyojdan shiddatlan oshirgan bo'ldi. O vaqtlarda bizningki iqtisod jihatdagi ahvollarimiz bak yaxshi emasdi. O vaqtlarda biz kasbiy xodimlarni ishlatamiz degan umidimiz bo'lsa-mu, lekin ishlatish imkoniyatimiz oz edi. Lekin men shu vaqtlarda bu ehtiyojni texmo to'liq to'nib yetib, shu davoni kasbiy xodimlarningki mushni o'qigan, ishni kasbiy jihatdan biladigan, yaxshi ish qiladigan inson qarindoshlarimizdagi musoga davomli kirishi zarurligini bayqab, men qadam-qadam bu yerdagi shu keyingi vaqtlarda maaşlıq qilayotgan xizmatlarimdan qadam-qadam chekinib chiqib, men uni shu ishlarni voyaga yetkazib qilayotgan qarindoshlarimizga topshirdik va undan keyin men shu nima pidai şekilde davaga xizmat qilishni davomlashtirdim. Bu taki shu 2020 yilning 5-gacha davom qildi. Ya'ni davaga pidai jihatdan qanday yerda ehtiyoj bo'lib qolsa, shu yoqda o'zimizningki xizmatni taqdim qilib keldik. Undan boshqa yana bir tilga o'tib qo'ygan nuqtaning birisi shu 2009-yilda Urumchi qirg'inchiligi yuz bergandan keyin nurg'unlagan yoshlarimiz chet ellarga hijrat qilib chiqish to'lqini ko'tarildi, xabaringiz bor endi. Shu jarayonda shu Yevropaga ko'p sonda qarindoshlarimiz kelishga muvaffaq bo'ldi. Biz bu qarindoshlarimizninki kelganligini bilgandan keyin çok cheksiz xush bo'ldik, chunki da'vo odam bilan bo'lgan gap, o'zimizning millat bilan bo'lgan gap. O vaqtlarda sonimiz bek az idi, keyin sonimiz o'shib boshladi va ayni zamanda yangi raqobatlarni o'tirg'i chiqardi, chunki siz degandek bizim o'tandan chiqqan vaqtda chiqib ham inqilobchi bo'lgan bir odam bo'lmagan. O bir mezgillik ashtaq his qilishdan, yetaklashdan bo'ldigan xizmat bo'lganligi uchun men bu yerda yoshlar xizmatining muhimligini albatta bayqadik. Shuning bilan tashkilotimizningki, cho'nglarimizningki, da'vodagi munosabatlarimizningki kuchli qo'llashi bilan biz ilgari oxiri 2009 yilning oxirida 2010 yilning oxirida biz Myunxenga yig'ilib, shu 10 necha davlatdan yig'ilib, Yevropa qit'asidan va Amerika qit'asidan qarindoshlar kelib, bu yerda tunji qitimliq Yevropadagi yoshlarningki Sharq Turkiston yoshlari do'stlik va hamkorlik munbirini qurdik.
Anın kendi muşu munberninki sayesinde aslında biz Avrupa'da ilgili ahir kurup bir qancha faaliyetlerimizni yapadık. Onun içinde en tilga ilişki erzidigan faaliyetninki birisi muşu 2011 yıldaki Gollandiyada ilip birilgan erkinlik lonqusini talashish futbol musobaqasi bo'lib futbol musobaqasi bo'lib hisoblanadi. Bu musobaqada ozgina kam Yevropadagi shu futbol so'yar yoshlar ve cümleden şu musabaqani qizg'in qo'llab bergan Uyg'ur jamoatchilar bo'lib, mingga yaqin odam qatnashgan shu vaqtlardagi Yevropa tarixida tunji qitib Uyg'urlarniki eng cho'ng uchrashuv bir faoliyat bo'lgan edi. Şu faaliyetlerden mesela şunun o'xshash faaliyetlerimiz bilan davaga o'zimizniki xizmat berishni davomlashtirib keldik. 2020 yılının başında men turayotgan shaharda Dünya Uyg'ur Qurultayiniki ishxonasi ichildi. Bu ishxonasi ichilgandan keyin bu yerda bu davaniki yanilam Uyg'urlarniki o'ziniki yetaklab etmoqdan iborat bu zurriyat tug'ilgan bo'lg'achqa men o'zimniki Germaniyaniki eng cho'ng shaxsiy doktorxana guruhi bo'lgan shirkat Median guruhidan, yani 200 ga yaqin doktorxonasi bir cho'ng bir doktorxona guruhi. Onun ichida men 40 doktorxonaniki bosh buxgalterlik xizmatini qilayotgan edim. Men bu xizmatimni oqibatda istifa berib, Dünya Uyg'ur Qurultayiniki Berlindagi ishxonasini boshqurishga ve Germaniyadagi ve cümleden Avrupa'daki Sharq Turkiston davosiniki yana bir qadam yukselishiga xizmat qilishga chiqdim va bugungacha shu ishni qilib kelyapman. Rahmat. Demek bizim bu mukaddes davayımız bizim her taraftan fidakarlık kılışımızga muhtaç. Bundan keyin nurgun çıkıvatkan yaşlarımız, qarindoshlarimiz fidakarlık kısa deb o'ylaymiz. Hazır muhaciratdagi hammamiz bor kuchimiz bilan shu jonijon güzel vatanimiz Sharq Turkistonning mustaqillik uchun bir ishlar qilyapmiz. Sizningcha sizning shunchalar qilgan shu da'vo jarayonidagi ishlaringizda yana nimalarni qilsak bo'ladi, nima yengilliklarni qilishimiz kerak? Agar shunday bir o'y fikrlaringiz bo'lsa, takliflariniz bo'lsa, jamoat bilan bir ko'rarmanlar bilan o'rtoqlashgan bo'lsangiz. Köp rahmat, elbette nihayet ig'ir bir vazirlik savol bo'ldi bu. Ig'ir vazirlik savol bo'ldi. Hammamizdek o'rtaq qiziqadigan bir savol. Shuning uchun men faqat o'zimningki tecrübelerimden ortaklaşa deb o'ylayman. Bizniki qilishimizga tegishli bir qancha ishlar bor ekan deb o'yladim mesela o'zimning his qilganlarim. Uning ichidagi birisi shu Sharq Turkiston davosiningki Uyg'ur xalqininki ularninki tatvatgan zulmlarninki shu o'zimiz Uyg'urlar turayotgan davlatlarninki hammasida bir tonunishninki nihayet cho'ng bir ahamiyati borligini, cho'qim qilish tegishli ishlarning birisi ekanligini his qildim. Chunki bu yerda bunday bir xalqninki borligi bilinmasa, ya'ni bu bir xalqning ismi Uyg'ur degan xalqning ismimi yo bir yeydigan tomoqning ismimi degandek manda nuqtada bu masalaninki hal bo'lishi necha chaqirim juroqliq degan gap bo'ladi endi. Shuning uchun bu yerda biz meyli qanday faaliyetlarni olib boraylik, meyli o shu ijtimoiy taraqqiyotdagi faaliyetlar bo'lsin, yoki universitetlarda qiladigan faaliyetlar bo'lsin, yoki xalq orasidagi har xil madaniyat, san'at faoliyatlari bo'lsin, shu bo'shliqlar bo'ladi ekan, bo'shliqlardan yaxshi foydalanib Uyg'ur degan bir xalqning borligini, bu xalqninki diniy e'tiqodi, bu xalqninki milliy aloyidligi, bu xalqninki örf odati, bu xalqninki siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy masalaları, mush narsalarning hammani shu bo'shliq yetgan, shu bo'shliqlar bo'lsa, shu turayotgan davlatimizda buni yerlik aholilarga va jumladan siyosatchilarga bildirishninki zaruriyati bor ekan degan bu nuqtani his qildim endi. Qildigan ishlarniki cho'ng turjiatdan. Ikkinchi bir narsada mening his qilganim shu albatta ma'van deyil xalqqa qartilgan gapchi, endi xalqqa qartilgan gap. Endi bu yerda
xalq bu hukumat davlatni hamda nima siyosat so'raydigan gap bo'lgandan keyin albatta xalq shu siyosatga ta'sir ko'rsatgan gap. Lekin ba'zi davlatlarda xalq siyosatga ta'sir ko'rsatadi, ba'zi davlatlarda xalq siyosatga ta'sir ko'rsatmaydi. Masalan, diktator davlatlarda xalq siyosatga ta'sir ko'rsatmaydigan gap. Shuning uchun bu yerda biz avval degandekidek albatta xalqqa o'zimizning bir yashash haqqi bo'lgan ashlarga o'xshash bir xalq ekanligimizni bildirib, ularniki istoshligiga, davoyimizga bo'lgan ma'naviy istoshlikka erishishdan bir vaqt yana ikkinchi cho'ng narsadan shu davlatlarningki siyosiy kun tartiblariga Uyg'ur masalasini singdirishdan iborat bu ishlarni qilishimizningki zo'rligini his qilib yetdim. Chunki bu Sharq Turkiston masalasi qandaqdir Xitoy hamda bizning masalamizni kichik ko'rsatib avorug'ini qaramay, bu 20 milliondan ortiq bir xalqningki yashash meselesi, müstakillik meselesi ve hürriyet meselesi. Bu nihayetde çok mesele. Çünkü Uygur halkı dünyada nüfus cihetten mi, dünyadaki her halklarga, her devlet ve halklarga epik kavakda bu nüfusu cık. Xitay'daki ikinci çoğun millet de qarılıvatkan, bunda çoğun bir millet. Bunda bir meseleninki, müştah meseleninki halkarada özgürlük bir orun tutuşuğa bir Türk oluşumuz gerek. Bu neyse abay degandekidek Xitay'ninki bu neyse şu Xitay devletlerindeki Xitay oturusundaki meselede çokum oturuğa koyulduğun bir meseleye aynısı gerek. Yani şu Xitay meselesi çünkü Xitay'ninki zor işine, devlet gücününki küçük işine ergişip şu Xitaylarniki devletlerden bo'lgan munosabatları her xil sohada kengayapti. Yani noqullarda siyosiy, iqtisodiy sohalarda emas. Masalan, Kungs universitetidagi, masalan, Kungs institutlarindagi qurilishi bu madaniyat sohasidagi davlatlarniki madaniyat sohasidagi Uyg'ur Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarning cho'nqurlashganligining bir ifodasi. Shuning uchun biz bu yerda Xitoy bilan bo'lgan munosabatlarniki davlatlarniki Xitoy bilan munosabatlarniki qancha cho'nqurlashgan sari Uyg'ur meselesini bu yerda har qanday vaqtida mush masalalarning ichidagi sal qarg'ilib bo'lmaydigan bir masala qilib bo'lishiga bu yerda turk bo'lishimiz kerak. Buning uchun albatta siyosatchilar nihoyatda muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun mening his qilganim xalqqa ommaviy jihatdan tashviqot ishlash bilan birlikda yana shu siyosatchilarga nuqtaliq holda Xitoy bilan bo'lgan munosabatlardagi hal qilg'uch nuqtalar qaysi, Xitoyniki qanday bir siyosat davlat bo'lganligini, Xitoy bo'lmagan millatlarlar emas, balki Xitoyning xalqining o'zigimi qanchalagan javr jafo zulmlarni qilib bu orqali Xitoyniki qanday bir hokimiyat bo'lganligini, bu hokimiyatlarniki ular o'ylagandagidek mundaq barobar turib hamkorlashadigan xalqaroliq bir hamkorlashuvchi bo'lolmaydiganligini burun bosundu, keyin bosundu o devletlerninki canacan menfaatiga ziyan keltirdiganligini oynak deyishimiz gerekken bunun için abay degandekidek devletlerninki munosabatlarini yaxshi ko'zitib, tahlil qilib, ularga bu devletler bilan şu devletlerninki Xitoylar bilan bo'lgan munosabatidagi hozirdan boshlab shakllangan nachar taraflarini, Xitoylarniki qanday ta'sir singanligini siyosiy jihatdan, Xitoylarniki iqtisodiyotdan qanday ta'sir kirganligini, Xitoylarniki madaniyat jihatdan qanday bostirib kelganligini davlatlarga buni o'zimizning misoli orqali, ash davlatlarda bo'layotgan misollar orqali bu davlatlarninki o'zininki manfaatini qo'g'dash, jumladan shuning ichida Uyg'ur manfaati masalasini o'tirib qo'yishdan iborat shu turklik rolni joriy qildirar ekanmiz deb o'ylayman. Ko'p rahmat. Sizning shu da'vo qilish jarayonidagi barliq xizmatlaringiz, tajribalaringizni muhojiratdagi yoshlarimizga, cho'nglarimizga, barliq Uyg'urlarimizga deydigan bir da'voni yengib chiqsa, qanday qilsak deydigan bir taklif fikrlaringiz ham barliq yurak so'zlaringiz bo'lsa, shuni biz bilan o'rtoqlashsangiz programmani oxirlashtirgan bo'lsak. İşte bir so'ralganligim uchun cheksiz xush bo'ldim haqiqatan. Albatta men bilan tengtush yoki mendan kichik bo'lgan yosh qarindoshlarımizga ta'lim bergidek, dars bergidek bir inson deb o kadar bir cho'ng bir inson deb o'zim undan o'ylamayman. Meniki o'zim bilan tengtush va o'zim kichik qarindoshlarimga deydigan eng muhim so'zim
işençinglarni yo'qotmanglar demoqchi. İşençinglarni yo'qotmanglar. Gerçi biz hozirgi vaqtda xalqimiz butunlay yo'qolib ketishdek bir yo'qolish ketish girdog'iga yuz bergandek mushundoq tarixda ko'rilmagan darajadagi ig'ir bir xavfga uchrayotgan bir millat bo'lsaqmi, lekin ayni zamonda shuning bilan parallel holda Xitoyning boshqa tinchiligi, Xitoyning qiyinchiliklari ashunlar o'zi haddi hisobsiz zo'raymoqda. Dunyoda tugamaydigan naqsh yo'q degandagidek, dunyoda oxirlashmaydigan zulmmi yo'q, zulm yo'q. Men shaxsan bu zulmninki biz hayot vaqtimizla inshaalloh oxirlashib, Xitoyninki hokimiyatiningki gumron bo'lib, bizninki erkinlikka erishganligimizga cheksiz ishonaman. Uni u ishonchimga apagan nurg'unlagan nuqtalar bor. Uning ichidagi eng birinchi nuqta bizning xalqimizning kuchliligi. Bizni Xitoy bisivaq, tunigun uynishkun bisivaqan Xitoy emas. Xitoy bizni bisivaqli 100-200 yilga yaqin bo'lib qoldi. Lekin mush jarayonda biz o'zimizningki milliy kimligimizni, o'zimizning dinimizni, o'zimizningki milliy g'ururimizni bugungacha yo'qotmay kelgan bir millatmiz. Bizningki albatta qiyinchiliklarimiz cheksiz bo'lib o'tadi va ayni zamanda Xitoyning qiyinchiliklari tarixda misli ko'rilmagan darajaga yetib o'tadi. Xitoyninki o'z ichidagi e'tiqodsizligi, rahimsizligi, shafqatsizligi, adolatsizligi degandek bu masalalarninki hammasi bir hokimiyatninki cho'qim g'ulab tushadiganligining ifodasi. Shuning uchun umidimizni yo'qotmayli va ayni zamanda abay davotgandagidek o'zimizningki davosig'imizga o'zimiz ega chiqib, navbatdagi yaxshi vaziyatdan foydalanib, yani yaxshi vaziyat degan vaqtimizda Sharq Turkiston davosi allaqachon xalqaralashgan bir nuqtaga bordi. Buningdan keyingisi dard to'kash emas, buningdan keyingisi endi bu masalani hal qilish chorasini o'tirib qo'ydigan bir davr. Buning uchun dadil bo'lishimiz kerak. Buning uchun o'zimizning kelgusini yaxshi sizib beradigan xaritimiz qallamizda bo'lishimiz kerak va buni albatta bizga hamkorlashayotgan, biz bilan birlikda xizmat qilayotgan davlatlarga, biz bilan strategik hamkorlashadigan davlatlarga, xalqlarga va siyosatchilarga buni taqdim qilishimiz kerak va bu orqali Sharq Turkistonninki Xitoyning gumron bo'lganligini, Sharq Turkistonninki mush rayonninki bexatarligi, asoyishligini va taraqqiyotni saqlab qoladigan bir g'ol kuchi bo'lgan iborat bu nuqtalarni texnik jonlantirib, o'zimizga ishonch berib, hozir qilayotgan ishlarimizni dadillikla oldiga siljishimiz kerak. Yani buni albatta konkret qanday ijro qilamiz? Buni albatta mushundaq xalqaroda uzun yillarda mush davaniki burunqi yıldızlarga ulangan xalqaroda o'ziga tutib o'rni, vazni va e'tirofi bo'lgan siyosiy tashkilotlarimizga yaqindan hamkorlashish, zich uyushish, uning ichida allaqachon shakllangan shu manbalardan, iqtisodiy manbalar, siyosiy manbalardan yaxshi foydalanib, bu davoyimizni siz bizga o'xshash yoshlarningki olg'a siljitadigan eng yaxshi fursatni qo'ldan bermaslikni umid qilaman. Köp rahmat. Barlıq yürək sözləriniz, özünüzün xidmətləriniz, həmini biz barlıq görənlər bilan ortaqlaşqanlığınız üçün özünüzə təalluq olan göz qarashlarınız, təklif fikirləriniz, ümidlərinizə köp rahmat. Bundan keyingi proqramda yana görüşüşə nisib qılar inşallah. Sizə köp rahmat Bakaramada. Allah amanət, rahmat. Allah amanət. Thank you.